Türkiye'nin müdafiə sanayi məhsullatları dünyavi dağlıq markaga aylanmaqda. Türkiye yer şarı boyunca devlet müdafiədə güçlük dövlətlər qatarda qət götürüb, uçquchsiz aeroplandan tartib, uruş paraxotlarigacha dünyanın hər qaysı joylarına yeni tipdagi məhsullatlarni eksport qilmoqda. Türkiye, yaqinqi yillardan buyon dünya miqyosida devlet müdafiə sanayisidagi eng muhim ishtirokchilardan bo'lib qoldi. Nurg'un davlatlar Turkiyada ishlab chiqarilgan davlat mudofaa mahsulotlarini import qilishmoqda hamda ularni harbiy aslahalar qatoriga kirgizmoqda. Xalqaroliq mo'ljalashga qaraganda, Turkiya davlat mudofaa sanoati jihatda dunyo bo'yicha 10-cho'ng davlat qatoriga, shundaqla zamonaviylashgan Turkiya qurolli qismlari dunyo bo'yicha harbiy kuch jihatda 9-o'ringa tizilgan. Dövlət içi ishlab chiqarish va texnikaning taraqqiy qilishini ilgari surishni maqsad qilgan bu jarayon Osiyodan Latin Amerikasigacha so'zilgan savdo to'rini barliqqa keltirdi. Bu taraqqiyot Turkiya armiyasining dunyoviy obrazini yanglab qolmay, yana Turkiya davlat mudofaa sanoatini aviatsiya, dengiz va quruqliq sistemasidagi e'tirof qilingan markaga aylantirdi. Natijada Turkiya navbatda Gollandiya, Polsha qatorliq davlatlardan eshib maxsus davlat mudofaa sanoati mahsulotlarini eksport qilguvchi davlatga aylandi. Dunyoning har qaysi joylaridagi sotib oluvchilar Amerika qit'asidagi Amerika, Chili, Braziliya va Ekvador qatorliq davlatlardan toki Yevropa qit'asidagi Angliya, Italiya, Ispaniya, Polsha, Sloveniya, Kroatiya, Albaniya, Kosovo, Shimoliy Makedoniya qatorliq davlatlargacha Ozarbayjon, Qozog'iston, Pakistan va Iroq qatorliq yaqin ittifoqdoshlar va qo'shni davlatlardan toki Iroqdagi Indoneziya, Malayziya va Filippin qatorliq davlatlar yaqindan buyon Turkiyaning davlat mudofaa sanoati mahsulotlarini import qilib, o'z davlatlarining davlat mudofaa asosiy aslahalarini ko'rinarli kuchaytirdi. Buningga o'xshash yuzlanish Misr, Efiopiya, Sudan, Tunis, Liviya va Nigeriya qatorliq davlatlarda ko'riladi. Chili dengiz armiyasi Turkiyaning Havelsandan sistem setib olgan. Italiya bo'lsa Turkiyadan uçquchsiz aeroplan import qilishga tayyorlik qilmoqda. Kroatiya chegara bexatarligini kuchaytirish uchun Turkiya mahsulotlarini izlayotdi. Qozog'iston beroneviklarni Turkiyadan import qiladi. O'xshashla Ekvador alayda qismlarini turk beronik mashinalar bilan qurollantirdi. Polsha bayroqdor TB2 uçquchsiz aeroplanini chegara bexatarlik vazifasini ijro qilish uchun ishlatyotdi. Filippin havo armiyasini kuchaytirish uchun Atak tik uchar aeroplani setib olgan. Malayziya melgam turlarining bir qismini setib olib, kichik tipdagi urush paraxotlariga ishlatishga tayyorlik qilmoqda. Pakistan hozir Turkiya dengiz armiyasining ambarda saqlanayotgan dengiz armiyasi paraxotlarini import qilib qolmay, yana texi yo'silayotganlarini import qilishga boshladi. Albaniya, Kosovo va Shimoliy Makedoniya qurolli kuchlarini zamonaviylashtirish uchun Turkiyaning mudofaa mahsulotlarini tanlamoqda. Türk sanoatining taraqqiy qilishidagi sabablar. Yer shari bo'yicha Turkiyaning davlat mudofaa sanoati mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojining eshishining orqasida bir qancha sabab bor. O'tgan yarim asrda Turkiya qurolli qismlarini zamonaviylashtirish va ularning iqtidorini hozirgi zamon talabiga moslashtirish uchun zo'r mablag' soldi. Turkiya 1974-yili Sipros tinchlik harakatidan buyon jami 50 milliard dollarlik davlat mudofaa eksport qiymatini qo'lga keltirgan edi. Turk qurolli kuchlarining %80%dan ortiq ehtiyoji davlat ichidagi shirkatlar tomonidan qondirilib, nurg'un chiqim tejalgan pullar orqali boshqa sohalarga mablag' solinib, davlatning iqtisodiy taraqqiyotiga turtki bo'lgan. Turkiyaning yillik harbiy chiqimi 45 milliard dollarga yetganligini o'ylashganda, bu sonlarning ko'lami texmi ko'rinarli bo'ladi. Masalan, 2024-yili Turkiya 12 milliard dollardan ortiq bevosita chet el mablag'ini jalb qildi. Chet el mablag'ining umumiy summasi 270 milliard dollarga yetdi. Mo'ljallanishicha, taxminan 2 million 700 ming odam ishlaydigan va eksportning muhim bir qismini egallaydigan 90 ming chet el shirkati hozir Turkiyada tijorat qilyotdi. Bu nuqtadan aytganda, Turkiya davlat mudofaa sanoatining davlat ichidagi ahamiyati texmo aydinlashdi. Mudofaa turlarining umumiy qiymati 100 milliard dollardan oshib ketdi. Kasblarning yillik kirimi 16 milliard dollarga yetdi.
2024 yilga qadar Turkiya davlat mudofaa sohasida jonliq holatda taraqqiy qilayotgan shirkatlardan 3500 dan ortiq shirkat bor bo'lib, yillik tadqiqot chiqimi 2 milliard 800 million dollardan oshadigan bo'lg'achqa, bu soha nurg'un boshqa davlatlarga qaraganda texmi ko'p tadqiqot olib boradi va taraqqiy qiladi. O'xshash bir yilda davlat mudofaa eksportida 7 milliard 150 million dollarlik rekord yaratildi. Shundaqla bu son tezlikda 10 milliard dollarlik o'tkalga yaqinlashdi. 2002 yildan boshlab davlat mudofaa sanoati Turkiyaning eksport mablag'i eng ko'rinarli oshgan sohaning biri bo'lib qoldi. O'tgan 22 yilda davlat mudofaa eksporti taxminan 2785% oshdi. Bu muvaffaqiyatning yadrosi davlat ichida qo'zg'atilgan Turkiya qurolli qismlarining qurilishidir. Hamkorlikni ichivetish xalqaroning Turkiya davlat mudofaa sanoatiga bo'lgan qiziqishi va uning mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojining yuqori bo'lishidagi yana bir muhim sabab bu sistemalarning jang maydonida isbotlangan muvaffaqiyati. Suriya, Iroq, Ukraina, Efiopiya, Sudan, Ozarbayjon va Liviyadagi taraqqiyotlar va Turkiyaning davlat mudofaa mahsulotlarining bu rayonlarda ko'rsatgan unumi nurg'un davlatlarga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Undan boshqa, g'arbdagi nurg'un kasbdoshlarga silishtirganda, Turkiya davlat mudofaa shirkatlari mayli davlat egiligidagi yoki xususiy shirkatlar bo'lsin, texnik jihatdan o'rtaqlashish va birlashma ishlab chiqarish jihatdan bo'lsin, texmi ijobiy tarix va pozitsiyasini namoyon qildi. Masalan, Aselsan, Tay, Havelsan va Roketsan qatorliq shirkatlar tadbir qo'llanib, Misrning davlat mudofaa sanoatining taraqqiyotiga yordam berdi. Kelgusi bir necha yilda Turkiya bilan Misrning kunsir kuchayotgan savdo munosabatiga o'xshash birlashma ishlab chiqarish tashabbusining texmi ko'p misollari o'ttirg'a chiqishi mumkin. Misr bilan birlikda ishlab chiqaradigan uchuqsiz aeroplan buningga misol bo'la oladi. Hammaga ma'lum bo'lganidek, Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi va qatorliq davlatlar Turkiya bilan davlat mudofaa mahsulotlarini birlikda ishlab chiqarishga qiziqmoqda. Ruminiya, Polsha qatorliq Sharqiy Yevropa davlatlari mushuning o'xshash qiziqishini ifodaladi va bu to'g'ridagi suhbatni boshladi. Eng yangi mahsulotlar orqali kishilarning diqqatini tortish. Xalqaro jamiyatning uchuqchisiz aeroplandan boshqa Turkiyaning ilg'or davlat mudofaa turlariga, ya'ni keyingi avlod kurakchi aeroplan, Kaan va uchuqchisiz aeroplan, Qizil olma qatorliqlarga bo'lgan qiziqishi kunsiri kuchayotdi. Yaqin kelgusida Turkiya qurolli qismlarining yer shari bo'yicha harbiy kuchlar tartibidagi o'rnining yuqori ko'tarilishiga ergishib, Turkiya davlat mudofaa sanoatining yer shari davlat mudofaa sanoatida texmi tez o'rlishidan umid bor. SIPRI e'lon qilgan xalqaro davlat tartibiga qaraganda, Turkiya davlat mudofaa sanoati allaqachon xalqarodagi davlat mudofaa sanoati ichida 10-o'ringa tizilgan. TC Anadolu, TC Trakya va Melgam urush paraxotlari Turkiya dengiz armiyasi qo'mondonlik shtabini dunyoviy boshlamchi qilib ko'rsatishni maqsad qilgan halqiliq turlar. Turkiyaning yasamichilik sanoatining ishlab chiqarish iqtidori va raqobat afzalligini ko'zda tutganda, bu turlar tasodifiylik emas. Ular dunyo miqyosida ko'lamlashgan dengiz armiyasi qurish uchun alohida tirishchanlik ko'rsatganlikning ifodasidir. Sharq O'rta dengizining yaqinqi taraqqiyotiga ergishib, urush paraxoti turlari jonlanib, davlat ichida ishlab chiqarilgan uskunalar texmi aniqlik darajasi va yuqori texnika bilan ishlab chiqarilyotdi. Buningga Turkiya aviatsiya sanoati TUSAŞ boshlamchilik o'rinda turdi. 3500 dan ortiq davlat mudofaa sanoati shirkati 100 mingga yaqin odamni o'rtaq ishlatib, keyingi avlod davlat mudofaa ekologiya sistemasining qad ko'tarishiga turtki bo'ldi. Bu ishish natijasida Turkiyaning davlat mudofaa eksportining taxminan %40% Yevropa va Shimoliy Amerikadagi davlatlarga qaratilgan. Umumyuzlik ko'z qarashning aksicha, Turkiya davlat mudofaa sanoatining eng chong eksport bozorining biri Amerika. Uningdan boshqa, Turkiya har yili o'rta hisob bilan 20 milliard dollardan ortiq davlat mudofaa mahsulotlari uchun zakaz qabul qiladi. Bu son 2024-yilda texmi ko'paygan edi. Ammo 2025-yili tarixiy rekord yaratilganligi mo'ljallanmoqda. Italiya hukumatining Baykar Technologies bilan Piaggio o'tirsida setivilish kelishimining tasdiqlanishi bilan yangi bosqichga qadam qo'ydi. Piaggio 140 yillik sanoat bazasi bo'lish bilan keyingi avlod aviatsiya supuralarini birlashib ishlab chiqarishdagi muhim to'riga aylana oladi. Ko'ziri kuchayotgan Turkiya Italiya davlat mudofaa hamkorligining
muhim ifodasi. Ruminiya, Polsha, Kroatiya, Ispaniya va Shimoliy Makedoniya qatorliq davlatlarga o'xshash Italiya bilan Turkiyaning davlat mudofaa tarmoqlarining hamkorligi yer shari miqyosidagi marka va qimmat barpo qilishdagi texmi keng tirishchanlikning bir qismi deb qarashga bo'ladi. Buni Turkiyaning uzun yillik orzusining amalga oshishi deb tasvirlashga bo'ladi.